inyeksionni kosmetologiyada derma qavat teri turlari 3 qavatga bo'linadi. Epidermis, derma. Olishga удобный bu maskamiz. Yuzimizning markazi yupqa bo'lishi kerak emas. Massaj движенияda bu modelimizda biz чистка plus massaj amaliyotini qilamiz. Hozir bular yuzlarni молочко bilan yuvamiz. Yuvganimizdan keyin молочный peeling qilib beramiz. Молочный peeling nima qilib beradi? Yuzi qurigan yuzlarni ichidan namlantirib, tinchlantirib, davolab beradi. Mana mana shu sheniyalarni oldini olib beradi. U sal tepa. Mana korrugatorga shuni tushishimiz kerak. Ikkita barmoq bilan baravar. Aha. 2 3. 1 2 3. Sizni qo'lingiz mana lablariga kelib qoldi hozir. Keyin dekolte qismiga o'tamiz. Yuzlari hozir endi bularni yuz baryerlarini tiklab berishimiz kerak. Mana bu tomonlarni ham ko'ryapsizmi?